Bunday narxlarda hozir hovli qolmagan. Sizga bir ajoyib variant topib qo'ydim. Narxlarni oxirida aytib o'taman. Videoni o'tkazib yubormang. Xo'p, Urgut shahar Kamardon mahallasida joylashgan ushbu obyektimiz, ya'ni hovlimiz 8 sotikni tashkil qiladigan hovlimiz sotiladi. Hovlimizni qisqacha obzorini qilib beraman va sizga remontlar haqida batafsil ma'lumot beraman. Mana remontlari jidkaboy qilingan, bitavay televizor, hamma jihozlari bilan birga sotiladi. Narxini oxirida aytib o'taman, o'tkazib yubormang. Narxi lekin arzon narx. Xo'p, mana bu qismi esa boloxonalik hamda podvallik. Podval qismi ham jidkaboyla qilingan, tepasi esa yevro remont qilingan. Bu tomonlari jidkaboy qilingan. Letniy ayvonlar, kuxunnilar hamda hojatxona, sanuzel, letniy, zimniy hojatxona, sanuzellari bor. Oshxonasi video sig'maganligi sababli qisqagina olaman. Mana oshxonasi. Ushbu hovlimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Pastda telefon raqamini qoldiramiz. Narxi esa 125 ming kelishiladi. Lokatsiyamiz haqida qisqacha ma'lumot beraman. Bu yo'q Titanik domdan kirib kelishga, mana bu yog'i G'iszavodga chiqib ketish. Mana shu Uglovoydagi hovli.